boshqa javoblar bering va unga ko'proq bilishni xohlashga imkon bering. Qiziqishini uyg'otadigan narsalarni ayting. Gaplaringiz qadar saqlaganlaringiz ham kuchli bo'lsin. Uchinchisi, qiziqarli savollar berishni o'rganing. Eng yaxshi suhbatlar siz haqingizda emasligini bilib oling. Bu sizning qarshingizdagi odam bilan bog'liq. Agar eski zamonda yashaganingizda qaysi vaqtlarni tanlagan bo'lardingiz? Yoki hech narsa noto'g'ri ketmasligini bilsangiz nima qilardingiz kabi qiziqarli savollar bering. Eng yaxshi suhbatlar siz haqingizda emasligini bilib oling. Agar eski zamonda yashaganingizda qaysi vaqtni tanlagan bo'lardingiz? Yoki hech narsa noto'g'ri ketmasligini bilsangiz nima qilardingiz kabi qiziqarli savollar bering. Qiziqarli savollar qarshingizdagi kishini ko'p gapirishga majbur etadi va siz bilan aloqalar mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, siz ohang va pauzalar bilan gapirasiz. Ovoz toni bu oddiy narsani jozibali yoki zerikarliga aylantirishi mumkin. Jozibali yoki zerikarli narsaga aylantirishi mumkin. Shoshmasdan, sekin, mayin va qat'iy gapiring. Javob berishdan avval qiziqish uyg'otish uchun kichik savollar bering. Ritm va intonatsiya, hatto eng oddiy jumlalar ham sizni chinakam jozibador qilishi mumkin. Va hozirda eng muhim sir, 6-sir. Qaramsizlik eng jozibador narsadir. O'zining hayotida har bir ayol jozibali, qiziqarli va unutilmasdir. Ko'p ayollarning eng katta xatosi butun hayotlarini bir munosabatni to'g'irlash uchun sarf qilishidir. Ammo gap munosabatlarni o'rnatish haqida, lekin haqiqiy jozibadorlik bu siz o'zingizni to'liq his qilganingizda boshlanadi. Sizni hayajonlantiradigan hayotingizda bir maqsadingiz bo'lganida. Nima uchun? Chunki hech bir erkak sizning dunyoyingiz markazi bo'lishini istamaydi. U o'ziga xos tarzda qiziqadigan va ongli dunyoning bir qismini topishini xohlaydi. Qaram bo'lmagan ayollar jozibalidir. Ular o'zlarini to'ldiradigan erkakni qidirmaydilar. Bir xabar yoki tadbir kutib yashamaslar. Maqsadlari, qiziqishlari sherik bilan yoki sheriksiz hayajonli bir hayotlari bordir. Eng jozibador ayollar har kimni xursand qilishga intilgan ayollar emasdir. Ular hayotlarini qiziqarli deb bilgan ayollardirki, boshqalar ularning hayotini bir parchasi bo'lishini istaydilar. Erkaklar qaram bo'lmagan ayollarni juda sevadilar. Chunki ularning energiyasi, ishonch va baxt beradi. Bu xatti harakatlarni hayotingizga qanday qilib olib kira olasiz? Birinchisi, munosabatlarning oldin katta maqsadingiz bo'lsin. Bu xatti harakatlarni hayotingizga qanday olib kira olasiz? Birinchisi, munosabatlardan oldin katta maqsadingiz bo'lsin. Hayotingiz boshqa odamlarning atrofida aylana olmaydi. O'zingizga yoqadigan narsani toping. Biror loyiha, biror ish, maqsad. Hayotda nima qilmoqchiligingizni o'ylang va buning uchun kurashing. Baxtingiz boshqasining qo'lida bo'lmasin. Bir maqsadingiz bo'lganida energiyaga to'lasiz. Ishonch va qiziqishda yashashni istasangiz. Ikkinchisi, atrofingizda energiyasi baland insonlar bo'lsin. Eng ko'p vaqt o'tkazgan narsangiz sizni energiyangizga va o'zingizga bo'lgan ishonchingizga ta'sir qiladi. Faqatgina muammo va negativ bildiradigan do'stlaringizdan uzoq turing. Sizni yaxshi bo'lishingizga motivatsiya beradigan, ilhom beradigan ayollar bilan do'st bo'ling. Sizni cheklamagan, yuksaltiradigan bir ijtimoiy muhit yarating. Uchinchisi, har vaqt o'sishda va o'rganishda davom eting.
Doimo o'z ustingizda ishlang. Har bir ayol jozibalidir. Har kuni yangi bir narsa o'rganing, o'qing, sayohat eting, kurslarga qatnashing, hayotingiz turli jabhalarini kashf eting. O'zingizga investitsiya qilishdan aslo voz kechmang. Shaxsiy rivojlanish sizni jozibador qiladi. Chunki sizni qiziqarli va o'ziga ishongan bir insonga aylantiradi. Natijada hayotingiz sizni eng katta jozibadorlik manbaingizga aylanadi. Sizni qutqarishi kerak bo'lgan bir erkakka ehtiyojingiz qolmaydi. Sizni to'ldiradigan kimnidir kutmaysiz va hayotingizni munosabatlar uchun yashamaysiz. Siz o'zingiz to'liqsiz va bu ko'rsata oladigan eng jozibali energiyadir. Haqiqiy jozibadorlik yoshga hech qanday aloqasi yo'q. Har narsa sizni energiyangizga bog'liqdir. Eng kuchli go'zallik tashqi ko'rinishda emas, sizning kuchingizda, qaram emasligingizda va energiyangizdadir. Insonlar eng mukammal ko'ringan ayolni eslamaydilar. Ular o'zlarini o'zgacha his qilishlariga sabab bo'lgan ayolni eslaydilar. Boshqalaridan farqli bo'lgani, go'zal bir alohida energiyali ayolni unutmaydilar. Boshqalardan farqli bo'lgan, go'zal bir alohida energiyali ayolni unutmaydilar. Agar bu 6-sirni hayotingizda qo'llar ekansiz, ajoyib bir narsani sezasiz. Insonlar sizga boshqacha qaray boshlaydilar. O'zingizga juda ham ishonasiz va faqat ishqda emas, hayotingizni har jabhasida ko'p imkoniyat ko'rasiz. Chunki jozibadorlik bir ko'rinish emas, bu xulq-atvor masalasidir.